Salom qarindoshlar. Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan qisqacha mazmuniga ko'z ataylik. Sharq Turkiston surgunda hukumatı Cherkes irqiy qirg'inchiligini xotirladi. Sharq Turkiston xalq jamiyati Hiroshima shahrida namoyish o'tkazdi. Arfiya eri chet eldagi Uyg'urlarning siyosat va boshqa sohalarda natija qozonadiganligini ko'rsatishni xohlaydiganligini aytdi. Xitoy G'arbni o'ziga bo'ysundirib, Xitoy Kompartiyasining kuchini xalqaro sahnada ko'rsatmoqchi bo'lgan. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Har yili 21 may kuni Cherkes qirg'inchiligini xotirlash kuni. Bu munosabat bilan Sharq Turkiston surgunda hukumatı axborot e'lon qildi. Cherkes qirg'inchiligini xotirlab e'lon qilingan axborotda 1864-yili 5-oyning 21 kuni Rus Jahangirligining Cherkeziyani ishg'ol qilgandan keyin Cherkes xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizganligi, 80 bilan 97% Cherkezni yurtidan surgun qilish harakati jarayonida 500 mingdan 750 ming nafargacha bo'lgan Cherkesning hayotidan ayrilganligi, Rus Jahangirligining bu qilmishining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilik ahdnomasida belgilangan irqiy qirg'inchilik ekanligini, Cherkes xalqiga yurgizilgan irqiy qirg'inchilikni tunish va uni ayblashning axloqiy majburiyat ekanligi, dunyoning har qaysi joylaridagi hukumat va tashkilotlarni Cherkes irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishga, Rus Jahangirligining Cherkes xalqiga qarata yurgizgan irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tunish, shundaqla javobgarlarning mas'uliyatini surishta qilish, kelgusida mushuningga o'xshash qirg'inchiliklarning yuz berishining oldini olishga chaqiriq qildiganligi bayon qilindi. Turkiya Ovozi radiosining xabariga qaraganda, G7 davlatlar guruhi rahbarlari Yaponiyaning Hiroshima shahrida 20 may kuni yig'in chaqirgan. Yig'inda Xitoydan Rossiyaga Ukrainadagi tajovuzchilikni to'xtatish va askarlarni shartsiz chekindirish uchun besim ishlatishni talab qilib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti nizomnomasining prinsiplari va nishonlarini asos qilgan holda Ukrainaning zamin butunligini himoya qilishga, atrofliq, adil va uzun muddatli tinchlikni qo'llashga ilhomlantiramiz degan. Shuningdek bilan bir vaqtda Xitoyning rayon xarakterli ta'sirini kuchaytirganligini, Sharq Xitoy va Janubiy Xitoy dengizlarining vaziyati, Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi inson haqlari dafsanchiligidan jiddiy andish qilayotganligini aytgan. Yaponiyadagi Sharq Turkistonliklar bu fursatni g'animat bilib, Sharq Turkiston xalq jamiyatining tashkillashi orqasida Tokiodan 800 kilometr yiroqlikdagi 1945-yili atom bombasi tashlangan Hiroshima shahriga kelib namoyish o'tkazgan. Bu yillik yig'inning muqimligi hech qaysi yillardagi o'xshamagan darajada intayin kuchli qo'g'dalgan bo'lib, har qanday namoyishlarni cheklagan. Ammo namoyishchilar qisqa vaqt ichida bo'lsa-mu, ovozsiz qolgan Sharq Turkistonliklarning ovozini yetkazish maqsadida G7 davlat rahbarlari ziyorat qilayotgan Hiroshima tinchlik xotira sarayiga yaqinroq kelgan bir o'ringa kelib, Sharq Turkistonga mustaqillik, Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistondan chiqib ketsin deb yozilgan plakat va Sharq Turkistonning bayrog'ini ko'tarib, 7 davlat birlashmasining bu qitimqi yig'inda Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkistonda o'tkazayotgan vahshiyona irqiy qirg'inchilik jinoyatlariga sal qaramaslikni va Sharq Turkiston masalasini hal qilishni so'rab bayonot e'lon qilib, biz yuksak demokratiyaning qo'g'dug'uchisi bo'lgan G7 davlat hukumatlarining insoniyatni qo'g'daydiganligiga ishonamiz va odil maydonda turib Sharq Turkiston xalqini qutqizib olishini o'tinamiz. Shundaqla 7 davlat birlashmasining bu qitimqi yig'inda Xitoy tajovuzchilarining vahshiyona jinoyatlariga sal qaramasligini, Xitoy tajovuzchilarining asabiyatchi fashist millatchiligiga qarata jiddiy tadbir qo'llanishini talab qilish bilan birga, adolatga ega chiqishini va Sharq Turkiston xalqining demokratik haq-huquqlarini qo'g'dishini, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun tadbir olishini, Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga ilib berayotgan vahshiyona jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilib, qonunga aylantirishini va Sharq Turkistonni Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan davlat deb tunishini o'tinamiz dedi. Hiroshima shahri Yaponiyaning janubiy qismiga joylashgan bo'lib, bu shaharga 1945-yili atom bombasi tashlangan. Oldingi oyda Yaponiyaning Liberal Demokrat partiyasining bir a'zosi bo'lish sifati bilan Yaponiyaning davlatlik yemak-ichmak xizmatiga mas'ul bo'lgan tunji Uyg'ur Arfiya eri aksiz xabarlarining ziyoratini qabul qilganda, garchi Uyg'urlar Xitoyning ishg'oli ostidagi Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikka uchrayotgan bo'lsa-mu, chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarning siyosat va boshqa sohalarda natija qozonganligini ko'rsatishni xohlaydiganligini aytgan. Arfiya eri Yaponiyada tug'ilgan, Georgetown universitetida o'qigan.
keyin Birleşken Devletler Teşkilatı'da ishlagan. U hozir yer tevresh va ofatning oldini olish hozirliklarini kuchaytirish, davlatning bolalarning haqsiz saqligini saqlash, bolalarni asrash, davlat bexatarligini kuchaytirish, musofirlar jamiyati va Uyg'urlar jamiyatining ruhiy sog'lomligini qo'llash, asosli qonun islohoti elib berish, armiya qurilishini kuchaytirish qatorliq xizmatlarga mas'ul. Uning Uyg'urlar jamiyatining bir a'zosi bo'lish jarayonidagi tajribalari ko'p xillik deb qaralib kelgan Yaponiya jamiyatiga texmi ko'p xillikni qatadi. Yaponiyaning yuqori va tuvan palata majlislarida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik ayblangan bo'lsa-mu, hech bir hukumat irqiy qirg'inchilikni rasmiy e'tirof qilmadi. Xitoy G'arbni o'ziga bo'ysundirmoqchi ekan. Muhofizatchi xabar torining 19 may kunidagi xabariga qaraganda, Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan raqobatini asos qilgan Amerika-Xitoy strategik raqobat alayida komitetining raisi Mike Gallagherning aytishicha, u amerikalik bir guruh siyosatchilarni boshlab Angliyada ziyoratda bo'lgan. Mike Gallagher Xi Jinping boshchiligidagi Xitoyning kapitalizm tuzumining o'limini keltirib chiqarganligini, Angliyadagi barliq partiya siyosatchilarining komitetning andishisini tushunishini talab qilib, Xitoy bizni xalqaro sahnada bo'ysundirib, munosabatsiz holdagi tuvan darajaga tushirib, Xitoy Kompartiyasining kuchini xalqaro sahnada ko'rsatmoqchi degan va Angliyaning 2 yil ilgari Hindi Tinch okeanga aviamatga o'rinlashtirganligiga rahmat aytgan. Xitoy Amerika strategik raqobat alayida komitetining yetakchisi Li Steven Amerikaning yeshil energiya va boshqa tovarlarda Xitoyga tayinib qolganligini, Tayvan masalasida hozirlik strategiyasining yetarsizligini aytgan. Mike Gallagher Angliyaning Avstraliyani yer osti dengiz paraxoti bilan ta'minlash kelishimining Tayvan orqali 3-dunyo urushining portlash ehtimolining oldini oladiganligini, Amerikaning nishonining iqtisodiy jihatda Xitoydan ozod bo'lish ekanligini, Xitoy va Amerikaning bir-birining bozorlariga erishishni maqsad qilganligini, ammo Amerika-Xitoy tijoratida alohida eksiklikning borligini aytgan. Bayden hukumati ta'minlash zanjiri Amerika va uning ittifoqdosh davlatlariga markazlashgan Xitoyning yerim o'tkazgich qatorliq ilg'or texnikalarga erishishning oldini olish uchun loyihalangan bir qator siyosatlarni o'tirg'a qo'ygan. Juma kunki Amerika vakillari va Xitoyga qarshi parlamentlar ittifoqi birlashma yig'inida yig'inga qatnashuvchilar Angliya bosh ministri Rishi Sunakning Xitoyga qarshi qattiq pozitsiyada bo'lmaganligini tanqid qilgan. David Alton Rishi Sunakning yaqinda Xitoyni Angliya uchun bir tahdid deganligini, timsohni beqishni davomlashtiraversa, u timsohning bir kuni kelib yeydiganligini aytgan. Gerçi Yevropalik ba'zi lobbichilarning aytishicha, madaniyatlar to'qinishi ig'vogarchilik tug'dirib, so'g'uq munosabatlar urushini keltirib chiqarsimi, ammo Xitoyning yuksalishiga bo'lgan andishiga qarta ikki partiya fikr birligiga ega ekan. Aqida, vatan, millat hammaning oldida turadi. Ozodlik, mustaqillik yetakchi bo'lish va taraqqiy qilishning ko'vrigi iymon asosida o'qishdir. Ilm ma'rifatlik bo'lishdir. Ong saviyani yuksaltishdir. Aqida, vatan, millatni hammaning oldida qo'yishdir. Ijtimoiy qonuniyatlarni tushunishdir. Sabab-natija qonuniyatlari bo'yicha harakat qilishdir. Yiroqni planlab ish qilishdir. Chunki mustamlikaga qarshi turishning sog'lom yo'li kuchlik iymon, qalb pokligi, ilm ma'rifat, aqlni ozod qilish va prinsipal nuqtalarda hamkorlashishdir. Shuni unutmaslik kerakki, ozodlik yo'li uzun yo'ldir. Bu yo'l o'zimizni ruhiy, aqliy, ilmiy, axloqiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan isloh qilmasak, texmi uzrab ketadi. Abdurahmon Koshig'ari. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.